Farg'ona tumanidagi Qabullar uyida viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Xitoyning Butun Xitoy sanoat va savdo federatsiyasi turizm palatasi raisi Tzi Xiaodun boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda Farg'ona viloyatida turizm sohasida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan yirik investitsiya loyihalari haqida so'z bordi. O'zbekistonda, jumladan Farg'ona viloyatida yaratilgan qulay investitsion muhit xitoylik tadbirkorlarda katta qiziqish uyg'otayotganligi alohida e'tirof etildi. Xitoylik investorlar tomonidan Farg'ona tumanidagi Shohimardon va Yordan hududlarining turizm salohiyatini yanada yuksaltirish, xalqaro talab va standartlarga to'liq javob beradigan yirik hayvonot bog'ini barpo etish yo'nalishidagi istiqbolli loyihalarni amalga oshirish, mazkur hududlarda turistik erkin iqtisodiy zonani tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Qo'shni Qirg'iziston bilan kun sayin rivojlanib borayotgan hamkorlik munosabatlari mazkur tashabbuslarning samaradorligi va istiqbolligini ta'minlashda muhim omil ekanligi ta'kidlandi. Muloqotda qurilish materiallari ishlab chiqarish va logistika markazi barpo etish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ilgari surilgan tashabbuslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Loyihalarni yanada takomillashtirish, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish va investitsiyaviy jozibadorlikni kuchaytirishda Xitoy tajribasidan muvaffaqiyatli foydalanish masalalari ko'rib chiqildi. 第二次来到费尔干纳州，那么 Farg'onaga ikkinchi bor tashrifim. Birinchi bor kelganimda viloyat hokimi bilan hamkorlik doirasidagi o'zaro ikki tomonlama manfaatli loyihalar haqida fikrlashgandik. Bugun ana shu loyihalarimizdan Shohimardon qishlog'ida xalqaro hayvonot bog'ini qurish hamda turizm yo'nalishi bo'yicha dam olish maskanlarini barpo etish masalalarini kelishib oldik. Bu loyihalarimiz viloyat hokimi tomonidan qo'llab-quvvatlanganidan mamnunmiz. Tez kunlarda ularni amalga oshirishga kirishamiz. Umid qilamanki, loyihalar viloyatning turizm salohiyatini yanada yuksalishga xizmat qiladi. Muloqot doirasida hamkorlikni yirik kompleks investitsiya loyihalari va konsepsiya mexanizmlari asosida izchil davom etish bo'yicha kelishib olindi.